Ol, Alep, durup durumla. Tez bağaylı. Benim kitabım. Hadi, biz usul oynayalım. Tez. Yaxşı. Biz kechikib qoldik. Boshlanib bo'ldi. To'xtanglar. Vatan kanıcı oyna. Yeter. Yeter. Vatan. Hey, oyun ahırlaştı. Mayli, ha? Kurban ettik sama başlanıp gitti. Bayğucam özümni uslu oynasam deydi. O bek so'mi yerga. Nasırın aka, qaragıza. Bay göktemni qılıvattı. Bayının koni kesili yana qo'zg'olibdi da. Men bir amal topay. Ha, bo'ldi. Bayğocam körəngləb ketib. Bayğucam, hem yiningizga hezi bulun. Eminim. Eminim gene. Oy. Oy. Hey abla. Yeter. Nasırın aka, biz usul oynayalım. Savut ağa, kurban etinizga mübarek olsun. Ha, Nəsirdin əpəndi, mən sana bir numar göstərib berək. Ha? Ha. Hey! Ah, Savut ağa, qal түсkensiz. Sağsını sep bolğandan keyin azıraq əkel, tet baqay. Elbette. Semizgen. Vay. Vay, yaxşı. Rastı semizgen emasmi? Vay, çalo. Vay. Kim urgan? Çıraylı xotan. Atti yani koybek vatamdıla. Qurban et gap qoldi emasmi? Yana qo'y so'ydigan kambag'allarga go'sht tarqitadigan ekan. Ajab og'irdi. Yani o gadaylar göç takıp veremdila. Meni shunda qilg'isi bor damsan. Qandoq qilsam bola? Beshim hajatmi qotdi. Nima degan mezlik? Bizning uyda sog'insangiz hammadan mezlik, hammadan tatliq. Nasırdan poğaçılık qilma. Men kichik vaqtimda azaldan poğaçılık qilmaydim. Amisa silicha cho'ng bo'lganda po'chilik qilsa bo'lar ekan-da. Bu balınıza. Sağınıza nasip bo'ldi. Ko'pchilik tez kelib tetib yiqinglar. Nima degan mezlik? Yana mı? Nasırın akam yaxşıken. Bazı adamlarga o'xshamaydi ekan. Ha. Senin davat bilan Bayğucam bu deyman. Köylüme. Mening dadam undaq bexil emas. Senin dadan eng bexil odam. Undaq emas. Shu. Undaq emas. Voy, bo'ldi. Talashmanglar. Ha? Qurban hayitda ko'pchilik cho'qim inoq o'tishi To'qqizinchi kerak. qaytda men ko'pchilikning dadam taqsimlagan go'shtni cho'qim yeyilishiga kafolat berman. Undaq bo'lsa biz cho'qim saqlaymiz. Nima degan mezlik? Yo'q, bundaq bo'lishga bo'lmaydi. Bir amal tapsılıçı. Dada, ana, men qaytib keldim. Qo'y go'shtini bo'lib bo'ldi olamı? Dadam nima degan yaxshi ya? Qozam go'shti. Oye, kozam astırak ye. Xotin, mening bir amalim bor. Nima? Qandaq amal tapdılar? Sizlar bek aqlliqchimi? Bu gadaylar sunak hajilisin. Bizning uyning sunaklarimi bek damlik.
balam çekilme. Men dostlarımga go'sht taqib berman. Hey, bo'lmaydi. Go'shtni ular yesa sen nima yeysan? Men nima degan aqlliq. Bunday amalni faqat menla o'ylab topa olayman. Qanday? Asta! Nima ish qilyapsan bola? Hopla! Sumaklarni nima deb ko'mayapsan? Muallim bizga ish qolgan so'ngaklarni to'pon ko'masa chirim bo'lmaydi degan. Ana! Voy, qo'zam, bo'ldi. Yig'lama qo'zam. O'g'lim, men sana cho'ng xo'rasini birini tutib beray. Yo'qolsa. Abla, qeyb qolganlarning hammasi lo'q go'shtlar. Çatlığım yo'q. Ish qilib go'shtni berishga bo'lmaydi. Amal topdim. Lay 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 lay. Xotin, men amal topdim. Hocam, sizlar bak aqlliqchimi? Vah, nima degan muzlik so'zi bu? Nasriddin afandilarning so'zisi shunday muzli. Nima degan mezlik, ha? Sağzını ko'rsamni qo'sig'im echib ketadi. Go'sht tarqitimiz. Men yaqinga da'q ketgan Kotibay. Shariatning qoidasi bo'yicha bugun qurbon etak mushunda xushalliq kunlarda qurbonlik qo'yning go'shtini haqam soyilag'i sadiq qilaman. Qandaq? Kuni g'arbdan chiqqan o'xshamamdi. Kelinglar, hammanglar kelib turanglar. Boyxo'jamning uyining go'shtini purg'ini puranglar. Ha, Boyxo'jam. Hay, Boyxo'jam, menga bir qoch bersa. Boyxo'jam. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purib oldinglar-ku deyman. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purgandan keyin qoida usul bo'yicha ancha-muncha bir narsa berishinglar lozim-ku deyman. Qurbon et, Boyxo'jamning puraq purtishi yetib bo'lib qoldi. Bunda qurbon etni tehi ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sansa. Bayxo'jam, 2 kundan buyon burnim putib qilib, hech qanday narsaning purg'ini puryanmadim. Qoida yo'sin bo'yicha men sizlarga hech qanday sovg'a bermasam bo'ladigan-ku. Sen hammang anglab turish. Qo'limdagi bu go'shtning purg'ini purgan odam kun o'ltirishdan burun sanzini mening uyimga olib yo'q qilish kerak. Men boy hisob kitobni intayin inchki qiladigan odam. Boyxo'jam odamni bek bo'zaq qildi, Nasriddin aka tez amal topqini. Bir o'ylab boqaychi. Amal tepildi. Bayxo'jam, Nasriddin efendi, sen hazırda sanzini ip geldinmi? Bayxo'jam, men sizlarga sanza ip kelamidim. Sizlarga tangi sovg'a qilsam qanday deydilar? Nima? Tangi? O'zi deydingmi? Nasriddin efendi, bu nima deganingiz? Tangi boyga ma'quldimi? Bayxo'jam, tez uyg'onsizlar. Nima? Sen yeni olmoqchimi? Men yeni olmayman. Biroq sizlar bu tangilarga ega bo'lgandan keyin go'shtni hammalarga taqib berdilar. Bo'ldi, endi sizlar guvoh bo'linglar. Kun o'ltirishdan burun men tangilarni topshirib olsamlar, go'shtni sizlarga ulashtirib beraman. Unda bo'lsa, Bayxo'jam, gapimiz gapchimi?